Bugungi darsimizda Arafa kuni qachon bo'lishini, Arafa kuni tutiladigan ro'zalar, Arafa kuni og'iz ochish duosi, og'iz yopish duosi hamda taqvimlari bilan batafsil tanishamiz. Arafa kuni 2025-yilning 5-iyun sanasiga to'g'ri kelmoqda. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Arafa kunining ro'zasi 2 yilga kaforatdir, ya'ni undan oldingi va undan keyingi yilga dedilar. Arafa kuni aytib o'tganimizdek 5-iyun sanasiga to'g'ri kelmoqda. Og'iz yopish esa bomdod namozi kirish vaqtigacha bo'ladi. Og'iz ochish esa shom namozi kirgandan so'ng og'iz ochiladi. Niyatiga nafl ro'za tutishni niyat qildim deb niyat qilinadi. Eslatib o'tamiz, ushbu jadvaldagi vaqtlar Toshkent vaqti bo'yicha tuzilgan. Toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi quyidagi jadvalda keltirildi. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Eslatib o'tamiz, biz Qurbon hayiti namoz vaqtlarini hamda o'qish tartibini videosida qoldiramiz. Aytib o'tganimizdek, Arafa kuni o'zi bir kun davom etadi, lekin shu Arafa kunini har yili ko'pchilik bilmay qoladi, o'tib ketib qoladi, ro'zasini tutishni bilmay qolishadi. Agarda siz shu videoni ko'proq insonlar ko'rishini xohlasangiz, videoga bir dona like va bitta komment yozib qo'yadigan bo'lsangiz, shu video siz orqali yana 10 ta insonga yetib boradi. Hamda 10 ta inson ushbu xabardan xabardor bo'lishi mumkin. Ushbu xayrli ishda bizga yordam berasiz degan umiddamiz. Yana bir bor kelayotgan Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir.